Assalomu alaykum Nodirbek. Ana bu sizdan o'tgan avgust oyida olgan quyonim. Xudo xolasa bugun 11 kunlik bo'ldi. Ana hozir 11 ta bolasi bor. 13 ta tug'di. Ikkitasi nobud bo'ldi. Xudo xolasa ana 11 tasi katta bo'lyapti. Bugun 11 kunlik bo'ldi. Ana onasi. Onasi ham kamida 5 kilolik bor. Uni sizdan bir paraga olib kelganman. Mana shu quyonlarda otasi. Quyonlarda otasi. Hozir ko'ramiz. Mana. Ota 5,5-6 kilo. Atrof 6 kilo chiqmaydi, 5,5 dan oshiq mana. Mana uları keyin oktyabrda kelganlari. Mana bitta erkak. Mana ikkinchi erkak. Mana. Shu oktyabr oyida sizdan ikki erkak turg'ochak bo'ldi. Mana urg'ochisi. Bunisi bo'g'oz.